Birinchi sut kelishi boshlanganda qanday harakat qilish kerak? Odatda ular 3, 5, 7 kunlarda yuz beradi. 5-si, 7-si bu odatda kesareva paytida. Bunga qadar siz bolani tez-tez ko'kragingizga qo'yasiz va sut kelishi imkon qadar tezroq boshlanadi. Onada holat titroq ko'rinishida paydo bo'ladi yoki orvi, shamollash, dagidek sovuq bo'lib ketadi va nima bo'layotganini tushunmaymiz. Bu esa tez orada yoki allaqachon sut kelganini bildiradi. Ko'krak tolib, ko'pincha toshdek qattiq bo'lib qoladi. Sutni chiqarish uchun nima qilish kerak? Biz uchun shish paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik juda muhim. Agar u to'satdan yuz bersa, uni bartaraf qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Biz sovuq qo'yamiz. Sochiq yoki bezi oling, sovuq suvda namlang, ko'krakka, butun ko'krak ustiga qo'ying, darhol yengillik bo'ladi. Siz darhol o'zingizni yaxshi his qilganingizni sezib qolasiz. Keyin areolani yumshatish texnikasini bajarasiz. Agar areola shu yerda qattiq bo'lsa, chaqaloq emishga qiynaladi. Siz ko'krak atrofini bosasiz, 1-3 daqiqa bosib turasiz. Bu jarayon ancha qattiq bo'ladi. Qo'lingizni olib tashlaysiz. Yana bir marta takrorlaysiz. Oldingiz. Agar areola yumshagan bo'lsa, bu yetarli. Keyin ko'krakni ajratuvchi massaj qiling. Mana shunday va bolani ko'krakka qo'ying. Agar bola siz bilan bo'lmasa, sog'ib oling. Agar bola siz bilan bo'lsa, lekin uxlayotgan bo'lsa, uni pampersigacha yechintiring va ko'krakka qo'ying. Eng yaxshi bu ishni bola o'zi qiladi. Konsultant tomonidan sog'ib olish har doim juda og'riqli bo'ladi. Shuning uchun bolani chaqiring va u sizni qutqarsin.